O'smir yoshdagi qizingiz bormi? Unda uni qalbini sindirmang. Bugungi o'smir yoshdagi qizlar chiroyli kiyinishni o'rganishyapti. Ammo shunga qaramasdan ichidagi hissiyotlarni ham yashirishni erta o'rganib qolishyapti. Ko'pchilik qizlar hozirgi paytda uydagilari bilan kelisha olmaydi. Chunki ularni hozir ko'proq koyishadi, kamroq tinglashadi. Birgina sen hali yoshsan degan so'z qiz bolani ko'nglini, qalbini qanchalik bekitishiga, o'z his-tuyg'ularini chiqara olmasligiga sabab bo'ladi. U esa ichdagilarni ayta olmaydi. Qo'rqqani uchun, uni tushunmasliklaridan xavotir olgani uchun, uni eshitmasliklarini bilgani uchun ham o'z his-tuyg'ularini gapira olmaydi. Natijada esa qiz bola ichidan yig'lab, ba'zan noto'g'ri insonlarga yaqinlasha boshlaydi. U uydan ko'rmagan mehrni albatta ko'chadan qidiradi. Farzandingizni faqat nazorat qilmang, uni tinglang. Unga qattiq gapirishdan oldin qalbida nima kechayotganligini tushunishga harakat qiling. Farzandingiz sizni yaratgan asaringizdir.